Yer şarının ma'lum etkide mundaq bir sirliq va g'alati joy bor. Bu yer vahima degan so'zning olma so'zi bo'lib qolmay, hatto nurg'un kishilar tarafidan insonlarning nolisi anglanadigan joy deb qaralib kelmoqda. Undaqda bu joy rostila shunchalik sirliqmidi? Bu joy qanday shakllangan? Oldingi asrning 60-yillari Amerika va Sovet ittifoqi o'rtasidagi so'g'uq munosabatlar urushi mezgilida dunyoning zo'migarlik o'rniga erishish uchun ikki davlat to'xtamay o'zining amaliy kuchini ko'rsatishga boshlagan. 1969-yilga kelganda Amerika Apollo nomli odamlik olam kemasi bilan oyga chiqqanini butun dunyoga jakarlab, Sovet ittifoqi qattiq besim elib kelgan. Shuning bilan Sovet ittifoqi Amerika oyga chiqib insoniyat uchun yangi tarix yaratgan bo'lsa, bizmi yer sharini teshib o'tib butun insoniyatga yangi tarix yaratamiz degan. Hamda 1970-yili Kala yarim orolida ulug'var yer sharini teshib o'tish planini yurgizishga boshlagan. Burg'ulash xizmatining birinchi bosqichida ular intayin o'ngishli holda bevosita 7263 metr qo'lib o'tgan. Bu ayni chaqda Yevropadagi eng cho'nqir burg'ulab teshilgan to'shining birisi bo'lib qolgan. Keyinda Sovet ittifoqi ikkinchi bosqichlik burg'ulash xizmatini boshlagan. Ammo bu qitim yer ostidagi yuqori temperatura va yuqori besim burg'ulash xizmatiga og'ir ta'sir yetkazgan. Burg'ulashning bosh qismi buzilib ketgan. Quduq ichi necha qitim ko'mirilib ketgan. 1979-yili 6-oyning 6-kuni burg'ulash cho'nqirligi 9584 metrga yetib, insoniyat tarixidagi eng cho'nqir joy bo'lib qolgan. Sovet ittifoqi tarix yaratishdek maqsadga yetgan. Ammo shundaqdimi Sovet ittifoqidagi olimlar bu natijadan qat'iy rozi bo'lmay, bizning budaqi nishonimiz 15000 metrga operish deb jar solgan. 1983-yili yil oxirida burg'ulash cho'nqirligi 12000 metrga yetgan. Garchi burg'ulash surati ostilgan bo'lsa-mu, ammo 15000 metrlik nishonga yetishga ozlik qolg'achqa olimlar davomli quvlash xizmatini elib borgan. Bu chaqqa kelganda har xil g'alati ishlar keyin-keyinlab yuz berishga boshlagan. Burg'ulash mashinasining to'shigi noma'lum narsa tarafidan to'silib qolgan. Hamda burg'ulash mashinasining beshi to'xtamay buzilgan. Burg'ulash surati haddidan ziyod ostilib ketgan. Shu sababdan keyingi 10 yilda ular faqat 262 metrlik qo'lga olgan. Uningdan boshqa bu joyning 12262 metr cho'nqirlikdagi yerdan odamning tenini shurkandiradigan mundaq ovoz anglangan. Bu ovoz xuddi bir g'alati maxluqlarning chiqargan ovoziga hamda bir odamlarning qattiq azoblanayotgan ovoziga o'xshaydi. Shuningdan keyin bu joyni qo'llash xizmati mablag' yetishmadi degan sabab bilan shu yerda to'xtab qolgan hamda to'mir eg'iz bilan etib etilgan. Undaqda bu ishlar rostla ashunda sirliqmi? Amaliyotda hargiz undaq emas. Bu ishlarni faqat boshqalar shu texim qo'rqinchli va sirliq qilib aytgan xolos. Biz anglagan tordagi g'alati ovozlarmi hammasi yolg'on. Bu ishlar xili burun Rossiya tomonidan isbotlanib bo'lgan. Undaqda bu burg'ulash xizmati nima uchun to'xtab qoldi? Chunki 1991-yili mundaq muhim bir ish yuz bergan. Ya'ni ayni chaqda Sovet ittifoqi ketgan. Shu sababdan bu joydagi xizmat haqiqatan mablag' yetishmasligining ta'siriga uchragan hamda to'xtab qolgan. Undaqda siz bu joy to'g'risida yana qanday g'alati ishlarni anglab boqqan?